Ma'lumotnomalarda biz yana aksiyalarni kiritishimiz mumkin. Chekkina savdo, sodiqlik dasturlari. Bizda standart bo'yicha bitta уже sodiqlik dasturi yaratilgan bo'ladi, cashback. Chunki martaba bosib уже sozlashimiz ham mumkin. Bitta faqatgina foizni aytamiz, общий summa sotuvdan qancha foiz unga cashback bo'lib qaytib kelishi kerak kartochkasiga. Masalan 2% deb qo'yishimiz mumkin va unga masalan 100 ming so'mga sotilgan narsada 2000 ball yaratiladi. Shu yerda qolgan joylarni o'zi sozlab o'tirish shart emas. Bu yerda faqatgina davr bo'yicha yana qo'shimcha bonuslarni kiritib qo'yishimiz mumkin va bayram kunlarida bonuslarni ko'paytirishimiz mumkin. Nomenklatura joyida o'sha qaysi nomenklatura uchun unga bonusli yozilishligini aytib qo'yishimiz mumkin. Va agar bizda bir nechta ombor bo'lsa, ularni tanlashimiz mumkin. Cashbackdan tashqari bu bizda bonus tizimi yaratish bosib, biz davriy chegirmani qo'yishimiz mumkin va shartlarga ko'ra chegirmani qo'yishimiz mumkin. Davriy chegirma bizda oson. Masalan 10% chegirma qo'yamiz. Bitta qaysinidan boshlanadi va qaysinigacha ishlaydi. Shuni tanlab qo'yishimiz mumkin. Saqlashni bosamiz va bizda chegirma yaratildi. Bu yerda biz o'sha faqat tovarlarni tanlaymiz va jalb qilingan omborlarni, ya'ni ishlab turadigan skladlarimizni chegirmani yozamiz. Masalan 10% va nomenklatura joyida tovarlarimizni tanlashimiz mumkin. Hujjatga o'tkazish va tariximiz tanlandi. Saqlashni bosib tayyorlab qo'yishimiz mumkin. Yana yaratishni bosamiz va bu yerda уже chegirma shartlariga ko'ra tanlashimiz mumkin. Nomi 1+1 qilishimiz mumkin. Bu yerning ichiga kirib, yenga shu tovarlarni kiritib qo'yamiz. Prioritet 1. Nomenklaturani tanlaymiz. Miqdori 1. Bu bizda уже promo aksiyamizning shartlari bo'ladi. %100 talab qo'yamiz va saqlash. Shartlarda shu jagovarni yana kiritib qo'yamiz. Chekda mahsulot yig'indi mavjudligi. Qiymatda o'sha aksiyamizni ishlash uchun nechta kerakligini aytib qo'yishimiz mumkin. Masalan 2+1 bo'layotganda biz qiymatini 2 qilib qo'yamiz. Bu bizda 1+1, shuning uchun 1 qilib qo'yamiz. Saqlash. Saqlashni bosamiz va yopamiz. Shunday holatda agar bitta Jaguar energetik urilgan bo'lsa, ikkinchisi bizga tekinga beriladi.